Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizdan hayvon so'raganlar bor edi. Mana bugun avzorimizda hayvonlar. Bitta buqa va bitta xunajon. Ko'tvashi ham chiroyli, qirg'iz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Mana xunajonlarimiz ham. Mana qirg'iz. Xudo xolasa yaxshi, yeyishi, ichishi, kasal kusali yo'q mollar. Pechatlargacha turibdi. Xudo xolasa agar alohida oladigan bo'lsalar, bu molimizni bozorda ham yo'q deganda mana gavdasi ham 1 metrdan oshiq. Hop, alohida 30 milliondan yo'qdi deyotgan. Endi agar jup oladigan bo'lsalar, egasi bilan tushirib 50 millionga kelishdik. Hop, kami bor, uni o'tib beriladigan yeri bor. Pastga aloqa nomerlarini yozib qo'yamiz. Endi bu molimizni manzili qayerda desanglar, bu molimizni manzili Namangan viloyati Chortoq tumanida. Nomerga aloqaga chiqsanglar, o'zingni topib kelasizlar. Xudo xolasa 50 milliondan ham chiroyli tushib o'tib beriladigan joyi bor. Shu mol uchun bitta like bosib ketinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.